Bir paytlar Juventusda Paulo Dybala bor edi. Endi esa tarix shunchaki takrorlanayotgandek, ammo bu safar boshqa ism bilan. Uning ismi Kenan Yildiz. U oddiy futbolchi emas, u go'yoki boshqa sayyoradan kelgan. Bu so'zlar murabbiy Luciano Spallettining Kenan Yildizga haqida aytgan fikrlari. Turkiyalik futbolchi hozir asta-sekin o'zining eski ruhini qaytarayotgan Juventusning eng yaxshi to'purari va eng ko'p assist qilgan o'yinchisi va buni u umidga to'la tabassum ila qilmoqda. Men sizlarga aytsam, uning o'yini meni boshqa davrga olib ketayotgandek. O'sha paytlarda ham bir javohir bor edi. U minglab Juventusliklarning qalbini yoritgan edi. Paulo Dybala yosh muxlislar orasida eng sevimli futbolchilardan biriga aylangandi. U muxlislardagi bunaqangi kuchli sevgini o'zining gipnotik o'yini va afsonaviy gol nishonlashlari orqali uddalagan edi. Bugun esa Yildiz bir paytlar argentinalik bolada bo'lgan muhabbatga aylandi. Uning uslubi, o'yini va maydondagi aurasi menga Dybala davrini eslatadi. Siz qanday fikrdasiz? U Juventusda qolib tarix yaratganligi ma'qulmi yoki boshqa top jamoaga o'tib u yerda tarix yaratgani yaxshimi? Izohlarda albatta fikrlaringizni yozib qoldiring.